boshlagan ishimiz Allohim o'zi rivojini berib, kutmagan joylarda rezultat olib ketsin. Amin. Assalomu alaykum, amanusga kiruvdilar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, tan joylarga Xudoga shukrman. Yana bizlarni YouTube videoda ko'rib turibsizlar. Bu yangi son, yangi loyiha, ya'ni xeyterlashma. Xullas, xeyterlashma o'zi nimaga? Nima o'zi? Mas salomlashmoqchimi? Bo'ladi. Salomlashib olay, xeyterlashmay turing. Bo'ldi, qarash. Assalomu alaykum o'rtoqlar, hammaga xayrli kun, balkim xayrli kech yoki xayrli obed. Biza boshladik. Xudo xolasa Abu man, Abu bu, Abu biz bilan xeyterlashma ko'rsak, xudo xolasa sizlarga yoqadi. Xeyterlashma o'zi nima? Nimaga bu sababdan xeyterlashma qildik? Bilasizlar, hozirgi paytda blogerlar kundan kunga rivojlanib ketyapti. Shu sababdan shunga yarasha obunachilar soni ham ko'payyapti. Va shu obunachilarning ichidan turli xil xeytlar chiqadi, to'g'rimi? Misol uchun kommentariyaga kirasizlar, har xil xeytlar yozishgan bo'ladi. Boshqa narsalarni ko'rasizlar, har xil xeytlar yozishgan bo'ladi. Shu sababdan biz Timur videolardan ko'rib chiqqan holda eng zo'r 20 ta xeytni hozir Timur o'ziga beramiz. Blogerlar xeyterlarga hech qachon javob berishmaydi. Ana endi biz xeyterlarning nomidan bularga savol beramiz. Rostdan shunaqami? Malades. Kreativniy xod qilibsiz lekin bor-ku. Men oldin ko'rmagan u narsani. Xullas, bizani birinchi sonimizning birinchi mehmoni bu normativ. O'zi mehmon emas, mana. Pashti mezmon bo'lib ketgan. Xullas, Timur bilan xeyterlashmadan xeytga hammasiga javob olamiz. Go. Lekin откровенный ayturaman. Ha, bemalol. Minuti bemalolroqmi? Ba'zilarga sal katta javob bering. Bilasizlar, xeyterlashma, o'shaning uchun xeyterlashib ketmasligi uchun, bizani so'kmasliklari uchun, urmasliklari uchun har xil nimadir gap gapirib qo'ygan. Rozilik xati. O'shaning uchun mana rozilik xati. Voy tova. Xullas, mana bittasi sizga. O'qing buni, o'qib bering. Men Notmatov. Ateli yozgansizlar? Normativ. Red tushib qolibdi. Ishlamayapti. Klaviaturada ishlamayapti. Men Normativ Timur xeyterlashma ko'rsatuvda nimaga yetiladigan xeyt kommentlarning hammasiga chestni javob berishga roziman. Va ko'chada kimdir ko'rsatuv haqida so'rasa, bunaqa ideal ko'rsatuvda bu deyishga, bo'lmabdi, o'xshamabdi, yedirolmabdi demaslikka va ko'rsatuvdan so'ng esa abuni chetga olib mazasini qochirishlikka, qochirmaslikka, bo'pti, olib chiqib urmaslikka, ko'rsatuvdan rozi emasman demaslikka, shaxsan o'zim mujikchasiga va katta harflarda. Shaxsan o'zim mujikchasiga va'da beraman. Bularning hammasini o'zim qo'lim bilan yozdim. To'ppa-to'g'ri. Yo, lekin odamlar ko'rib turibdi, men yozmagan. Qo'l qo'yasiz-ku, bo'ldi. 02 yozmaydigan ruchka ber. Yozadi. Yozadi. Mehr bilan. O'ynamchi, bo'ylani qo'lim, ha? Mana. Endi bu yoqda meniki ham bor, men ham qo'yaman. Mana qo'y. Xullas, buni olib qo'ydik. Bu kimdir bizani kelsa, Timur orqasidan yoki mana shu ko'rsatuv orqasidan kelsa, mana narsalar bor. Pishtingiz bo'ldi. Yo'q. Qarab o'tiraylik, Fayaz aka shuni olib chiqamiz tepaga. Spor salonlari garochi. Estish. Mustangga olamiz. Endi bemalol xohlagancha gaplashamiz. Roziman. Xo'p, tayyormisiz? Готов. Aziz. Like bosing deb qo'ying. Bitta endi bizga ham endi ko'pchilik ajratyapsizmi? Tamam. Like bosing. Ko'pchilik yozibdi. O'qidim 3-4 ta videolarda detskiy mislar yozibdi. Detskiy mislar. Buni yozadigan odam o'ziga bog'liq bu narsani aytish. Bizani videoda xeytlardan tashqari juda ko'p yoshi juda katta odamlardan shuna kommentariyalar o'qiganman. Ularga manfaatli bo'lganligi, ishdan charchab kelganda o'zlariga sal kayfiyatlarini ko'tarishlik uchun nimadir sabab bo'lganliklari biz bo'lib qolganmiz sabab. O'sha narsada yetadi. Bizga u kreditini to'lamayotgan bo'lsa, u alamini kimdirdan olish kerak negativ. O'sha uchun detskiy mislar. Detskiy mislar deb yo'q, detskiy mislar deb bog'chada o'qiyotgan, bog'chada yurayotgan bolalarga aytiladi. Biza уже такой maktab bitirgan, oyiga 3-4 ming topadigan normalniy savdogarlik topasiz bo'ladi. Ya'ni 3-4 ming. To'g'rimi? To'g'ri. Atak detskiy mislar. Bu любойchasi gapirsa bo'ladi, meni yomon ko'rib qolmang, xo'p. Yo'q, jigar. Tushunaman. Aziz ham bo'pti, menga seriozlik qarab turibdi. Bo'ldi, Aziz o'zi javob. Men tashqi Aziz o'zi bilan gaplashadi. Meni yomon ko'rib qolmang, xo'p, ko'rsatuv bu. Sizlarning videolarni ko'rib Instagramimni o'chirib olganlarim keladi yozibdi. Yo, rostdan ham qanaqa? Nimaga odamlar, nimaga unaqa majbur qilyapsiz? Chunki bitta narsani aytaman. Mana ko'pchilik ham, mana profilim ham juda oz muddatning ichida katta prosmotrlar yig'di. Katta podpishchilik yig'di, to'g'rimi? Siz o'zingiz xohlab, misol uchun aniq auditoriyani torta olmaysiz. Majbursiz, hammaga berasiz kontentingizni, hamma xohlagan fikri bilan sizga qo'shiladi. Kimdir sizga detskiy desa, kimdir Instagramni ko'rib o'chirgisi keladi. Kimdir umuman boshqacha g'oyada
Chiroyli o'tirman, eshik ostida gapirma. Men kimga gapiraman? Ha. Ha, to'g'rimi? To'g'ri. Siz o'zingiz xohlagan yaxshi auditoriyani chirtib tanlay olmaysiz. Tushunasizmi? Bu Instagram, u odamlar xohlaganicha kiradi-da. O'shaning uchun bu narsani normal принять qilish kerak. Instagramda qilinadigan kontent ham shunga yarasha juda katta prosmotriladi. Uning ichida faqat yaxshisi bo'lavermaydi. Uyda kimnidir mazasi bo'lmay qolayotgan bo'lsa, shundoq kirsa bizni kuldirib yotgan bo'lsa kimga yoqadi? To'g'ri. O'shaning uchun balki o'sha odam yozgandir. Balki o'chirib olganlar. Ha, detskimizda mana shu yozgandir balki. Misol uchun bular aytdilar, biz polniy tinmasdan kontent qilamiz deb. O'sha paytda men 2000-3000 ta подписчик bo'lib yurganimda bular meni chaqirmaganlar. Keling, birga ko'tarilamiz, komandaga qo'shiling demaganlar. Nima deysiz? Nima deysiz? Gapingiz bormi? Gapingiz Shu bormi? chiqib ketaverayman. Gapingiz bormi? Yo'q, bo'pti. Nima bo'pti? Qora do'stingiz bilan ne ajralgansizlar deb yozishibdi. Ishoning, men Bo'yni yozdingizmi? Yo'q. Men qo'yib beraman ham shu videolarni. Ya ko'p, sham yozadiganlar, o nima o'qiyapsiz? Heyterlashmada bu, chunki heytlarni aytish kerak. Kamron bilan. Kamron bilan ajralmaganmiz. Komanda ko'pchilik ajralmagan, komandadan chiqishgan. Ba'zi bir ishtirokchilar. Sabablarini aytib bo'lmaydi. O'zingizga aytib berishi mumkin. Lekin odamlarga aytsa, odamlar ham ba'zilari tushunadiganlar, ba'zilari biladiganlar ham ko'p. Prosta orqadan gapirish, nimaga yana nima qilyapsan, mavzuni ochyapsan degan temalar. Lekin ajralmaganmiz. Hozir misol uchun munosabatli bo'lmasa ham, ular o'sha komandadan chiqib ketishgan. Ko'pchilik hech qachon ajralmagan. Ularni konkurent his qilasizmi o'zingiz ko'pchiligingizga? Ularligi uchun emas, hech kim konkurent ishlab chiqmayman. Ko'pchilik birinchi bo'lib kirib kelgan, bu maqtanish emas, ko'pchilik meni komandam emas, men ko'pchilikning a'zosiman. Ko'pchilik bu yo'lda birinchi kirib keldi, ko'pchilikdan keyin ko'p komandalar shu yo'lga kirish boshladi. Agar mana qarang, bitta narsani qo'shib ketaman. Agar qanaqadir yo'nalishda men kimdir qilayotgan narsaga kirib boradigan bo'lsam, men u boshlagan odamlarni o'zimga konkurent ishlab chiqmayman. Chunki ular meni urim emas, mendan balandroq hisoblanadi. Chunki ular o'ylab bu g'oyani olib kirishgan. Hozir kimdir, mana shu ko'pchilik mana partlar, komandaviy turib ishlash, oldin TikTok house'lar bo'lardi-ku, lekin ularda part gaplar bo'lmagan. Откровенный senzura yo'q, hamma xohlasa so'kadi, kuladi, to'g'rimi? Agar hozir bu yo'lni tashlab boshqacharoq xuddi kimdir qilsin, men qarshi chalaman, ular bizdan zo'r deyman. Ularga o'zimni tenglashtirmayman. Ular ustun bo'ladi. Hozir lekin ko'pchilik yo'nalishda ijod qiladiganlarni o'zimga konkurent ishlab qilmayman. Bu narsani yomon ma'noda aytmayapman. Bu narsani to'g'ri принять qiling. Yo'q, misol uchun mana aytasiz, konkurent bo'lmasa o'sish bo'lmaydi deyshadi-ku, to'g'rimi? Konkurent, unaqa konkurent ma'nosida emas-da. Misol uchun shaxsiy konkurent odam qanaqa, misol uchun qarang. Komandangiz bor, komandangiz planka qo'yish kerak, konkurent emas. Misol uchun men mana u ham daqillamas ekan. Bo'pti. Короче, agar men o'zimni yana bitta bloger bilan u ham zo'r ketyapti, men ham zo'r ketyapman, o'shani konkurent hisoblasam bo'ladi. Komandada konkurensiya degan narsa yo'q. Endi mening misolimda yo'q, ko'pchilikning konkurenti yo'q. Katta planka qo'ygan. U jamoaning eshitishim bo'yicha. Ko'pchilik shunaqa deyapti menga. Meni konkurent his qilasizmi? Yo, sizni yo'lingiz umuman boshqa. Kibir aka, mana ko'rdinglarmi, o'sha konkurent his qilmasdan. Bo'ldi o'sha Kibir aka. Siz mendan kuchlisiz. Reально. Assalomu alaykum. Menga emas bunaqa sezonida 2-3 ta seriallar olib tashlash, kamerada ishlayapsiz. Shu Rahmat Prod deng reklama. Rahmat Prod вообще jigarim, men yuzlarini tanidim sirasi. Bo'ldi, sunnat o'sha 100 ming prosmotr bor san. Rahmat aka deb yurdim men. Rahmat men hamma aytadi, sunnat. Bularni ham sizlar sunnat. Ikkalarini nima chaqirasiz? Ikkitasini. Bittasini sunnat, bittasini sunnatlar. Videosini ko'rmaganlar ko'rasa? Ha, mana tushadi. Qaysi ko'rganman? Ko'rmagansiz. Vot ko'p bo'lik ko'rganman. Ha, ko'rganman. Sadda bor mashinani yuvganlari, endi hamma gap ham esimda qolmagan-da. Ko'rganman. Qizib ko'rgan. Ovqat nima Uzbekchadan burger nimadir ko'rgan ekan. Yotganda yemishlatib qolsang, idin tit qo'yasizmi? Ha. Deb qo'ymaydi-da. $1000 beraman. Qaytib Instagramga kirmeni yoshdi. Rozimisiz shunga? $1000 berasiz. Yo'q, $1000 kam jigar. Qancha bersa o'zi Instagram nima qaysi kurs qiziq TV degan platforma bor ekanda, biz yangi yilga bordik, sahiflar hammasi o'tirib ko'rdim. O'sha yerda savol bo'ldi-da. Короче, nima maqsad blogerlikdan dedi. Короче, aytdim, o'zi bu sfera emas, o'zi men полный fokusim biznesga qaratganman. O'zi oldindan shu meni planim. Tezroq shu Instagramdan reklamani soqqasini qolsam-da, Instagramdan sразу biznesga chiqib ketaman desam, sahifga ham yoqdi. Malayziyalik mujik 5 tashadi. To'g'ri. O'shaning uchun $1000 emas, примерно bir
200 ming, 300 ming dollarlar bitta ishni boshlab olishim uchun normal bo'lsa, Fayz aka ketiramiz. Ya mana to'g'ri aytdingiz. Misol uchun ko'pchilik aytadi, "Ne tayoqchani tashlading, unaqa qilding." Rostdan ham ne tashladingiz? Shu prosmotrlar bo'lardi. Tayoqchani tashlagani sababi shu Valika saxiy bo'lgan. Nimaga deng? Nimaga? Chunki menga ham shunaqa gap aytganlar-da, bu yosh auditoriya, voy, Haytirlashmang, ha? haytirlashmay. Tilxat bor. Yosh auditoriyaga qilsang, podpiska qilsang, senga reklama kelmaydi. Shunda yosh auditoriyaga emas, katta. Kattaga o'tganman. Nimasiga katta? Yosh katta. Mana. Manasini ham mana deydi. Mana. Tushundim. O'sha to'g'ri. Sahifam bir narsani biladi gapiradi. To'g'ri. Akamlar radnoy qiyomatli akam. Menga ham shunaqa narsalarni o'rgating. Mana kreativniy kirib ketdingiz-ku mana. Misol uchun mana buni achkisidan chiqdingiz, belidan chiqdingiz. Shuni qayerdan o'rgangansiz? Savolmi bu? Yo'q, shaxsiy savollar. Fikrim, ideya. Ya bilmayman. Kursga kelay. Aladiz keng shogirdlar bor. Bo'ladi. Menga nechi pul? Sizga tekin. Tekinmi? Yo'q, endi to'g'ri tushunasiz. Bu anovda служба deydi-ku. Jigarga tanishmisiz? Uydagilarimga ham 200 dollar beraman. Ana, o'zinglar keldinglar-da, shunga o'zinglar olib keldinglar. Shogirdlikka olamiz dedi. Ikkimi shogirdlikka olmaysizlarmi deb yozishdi. Unaqa yozmagan hech kim. Yozishgan. Yozmagan. Isbotlab beramanmi? Isbotlab bersinmi? Rozilik xatini yirtaman, isbotlab bera olmasangiz. Ketdi. Men hamma videolaringizni ko'rib chiqdim. Mujik gap, anitda o'tirib kameralar ham 3 soatmi, 4 soat o'tirib ko'rib chiqdim. Hamma ideal hidlarni olib chiqdim. Bu yoqda realni bizani ustimizdan kulyapti. Ili iti uni hayotidagi eng glavniy odamlardan. Ili Abu hozir atilab shuni yozdi. Yo'q, endi ishondim sizga, realni yozgan bo'lsa, iti uni hayotini hal qilmoqchi bo'lsa kerak. Itiga ishonyapti-da, o'qitmoqchi itini. Unaqa heyt yozmaylar bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Sekin tutyapti уже. Yo'q, mayli, hech qachon heytlarga immunitet уже hosil bo'lgan, normal hammasi. San ham chala blogersan-da, to'g'rimi deyosh? Yo'q, aslo. Siz o'zingiz bloger deb hisoblaysizmi o'zingizni? O'zim bloger deb hisoblamayman, odamlar blogerni taniydi, endi blogerga kiramiz endi. O'zi siz o'zingizni kim deb o'ylaysiz? Kim deb o'ylayman? Misol uchun media taraflamami, aktyorskiy taraflam, biznes taraflamami? O'zi 10 yil bo'lgan bo'lsa kirib kelganimga, boshlovchilik ham qilganman, aktyorlik ham qilganman, ssenarist ham bo'lganman, paytda haligacha ssenariy yozaman. Kerak bo'lsa syomkani o'zim qilaman, mobilograflik qilaman. Prodyuser bo'lganman milliy telekanalda. Kim deb bo'ladi? Ijodkor desa kerak. Ijodkor. Lekin endi majbur endi soqqa mundoq qarasak, qayerdan yaxshi polza bo'lyapti desa, Instagram bo'lib qolganligi uchun blogerlikni boshlab yuborganmiz. Mana ko'pchilik nimaga ko'tarilgani ham menimcha mana shundan bilosanglar bo'ldi. Tilda emas, amalda ko'rsatib qo'ydi menimcha. Rahmat. Paxta qo'ydim o'zingcha. Abdushijigan. Sizlarga gap yo'q, ko'ngillarga ozor bermasdan so'kamiz. Mana bunaqa narsa bor. Heyt bor, jigar. Tanqid bor. Men tanqidni har safar zo'r pignas qilganman-da. Heytga prosta mana shunaqa javob beraman. Hozirgacha qanaqa javob bergan bo'lsam, dal shunaqa javob beraman. Gaplashmay o'tiringlar. Gaplashma. Soqqali temalar ketyapti, gaplashma. Tanqid bor, heyt bor aka, men tanqid. Gaplashma. Nima g'otdan? Aziz. Sunnataga qarab, siz ham mashinangiz remont qilib Yengim o'shyapsiz. Qo'lni oldiga qanday tit qo'yarkanlar? Bajir qo'yaman. Men mahmayman, qilaman. Tepa bu anaqasida kreativroq bo'ladigan. Gunoh emas-da, bu tushunasiz, mana gunohsiz bo'ladi. Xayrlashmaylar. Mana akvarium ichiga to'kkisimi tushib ketganmi o'rtada? Men ularga qo'ygan. Nima u? O'sha filtri. Suvni almashtirib. To'rt poshka tuz solinadi o'zi. Tuz yeydi. Mana bular qimmat balular, mana bular hammasi. Seriyoz. Qimmat. Hozir olib ketamiz. Mushukning yoniga qo'shasan. Mana akulani ko'rasizmi? Mana akula. Qizini. Voy, akula. Aziz. Uxsaning. Bilmaydi. Aka Jasur degan jo'ram sizni yaxshi ko'rib qopti, gaplashasiz. Kayf qoldilar. Keyin safar bilan Abuga yozib kelaman. Yoki Jasura desangiz ham oxirga a qo'ysam qiz bolani so'z chiqmaydi. Yo'q. Agar gumon qilayotgan bo'lsangiz, men mujikman. Kelsangiz ko'rsatib bilmadim. Jasurdan uzoqroq yuring iltimos. Jasurlarning nomiga dog' tushirib olasiz. Yo'q, gaplashasizmi? Jasur bilanmi?
Ya xo'p, hajab oldin ko'ring Jasurni. Pochkasi bor bo'lsa, oyiga pochka yo'q. Pochkasi. Pochka 3-4 ta olib turibdi. Ya, Oyiga. Alloh saqlasin, ha. Yo'q deysizmi? Nima deb o'ylaysiz-ga? Hozir to'xtang, u mayli, siz bunaqa savol berib, odamlar mana shunaqa savol berib, yonma-yon o'tirishibdi deb hozir nitoq yuborgan. Qo'lim ketib qoldi, bo'ldi. Ertangi tarovihda ham o'sha qo'li o'tiribdi-yu. Birga chiqamiz tarovihga. Birga chiqamiz tarovihga. Birga erkam. Qaysi masjidga chiqasiz? Farqi yo'q. Borib bo'yiga chiqamiz. Bo'ldi, borib turaman. Ha. Tahorat qilib chiqarsiz. Uyingizga chaqirasizmi iftorligiga? Yo mana, uzr, mana shu yerda so'rayman. Iftorligiga chaqirasizmi? Yo, uyingizga emas, o'zi iftorlik bo'ladi, chaqirasizmi? Xudo xolasa ham Saharlikga ham chaqirasizmi? iftorlikdan keyin shu birga qolamiz, tarovih kechgacha shu bilan ijod yo'q, saharlik birga 5. qilamiz. Bo'ldi. Как раз mani serial syomkam ketadi. Go't o'sha paytlarga to'g'rilaydi. Ya endi men o'qib bera olmayman, aziz keling mana. Sal Yo, kirmay kiradi. Yo, kiraversinlar. Keling, Ya, iltimos. o'qiring. Ya, kelarsinlar. Ya, kelarsinlar. Любой narsa o'qiring bemalol. Yo, men Biroz yomon ko'rib qolasiz. Yo, umuman yomon o'qiring. Siz keling o'zim o'qiyman. Yo. Aziz o'qib bersin. Ko'rinsa kecha chiqadi video. Shu yerda turavering. Shu salom bermaysizmi? Nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Qaysi? Pasroq, Aziz. Nega yuzingiz to'la ugri? Mana shu savolga javob bering kotidan. Ichidagi eng normal savol. Savol emas bu, hater. Hater. Yo, nega yuzingiz to'la ugri degani qanday savol bo'lmaydi bu? Nega bor? Qanday savol bo'lmaydi bu? Ugri emas, menga asosan javob qisiladigan narsa bo'lmaydi. Akne deyiladi, qizil dog' bo'ladi bu narsa. U narsa isqirtlikdan emas, bilib qo'yishinglar uchun. Har kuni cho'milib yuraman. 100%. Lekin men o'sha ichak deydi, noto'g'ri yeyish, noto'g'ri taomlanish. Men mana o'zingiz ham bilasiz, ko'p ko'rgansiz. Pitaniyaga e'tibor qaratmayman. Bir mahal ham yeb qo'yishimiz mumkin. Любой mana nima u qayerdan nima topsa yeb tashlayman. Bo'ldi. Kimgadir yuziga bu ta'sir qiladi, menga misol uchun ta'sir qilar ekan shu narsa. Burger yeyman, keyin 5 minutdan keyin shirinlik tiqib yuboramiz, osh yesak uni orqasidan boshqa kola ko'p ichaman, o'shini orqasidan. Eng qizig'i onam kosmetologlar-da. Onam har kuni gapiradilar, menga ishonasizmi? Charmanda oiz kosmetolog bo'lib turib, bolasini yuzini qara deydi. Men nima kerak? Men tishim brekit qo'yishim kerak. Qiyshuv bo'yotibdi. Yuzim mana bunaqa erkak kishimi bo'ldi. Men shu kimga yoqishim kerak ekan? Yo'q, yor ko'rsatuv emas bu. Kim? Yo'q, yor. Prичем menga xotin topib beringlar demayapman. Kimga yoqishim kerak emas, hech kimga yoqishim shart emas. Jasurga. Kechiring. Yaxshi ko'raman. Uzr, Jasur emasman men. Taksiyimga 28 ming berib turing yaxshi. Ana shuni. Menimcha aka taksida ketyaptilar deb birinchi ko'rgan video chiqdi, yozib oldim. Yo'lda yozganman. Yaxshi. Taksi aka mana 28 ming so'rab yozdim. Yo'q, endi gapiradi, yana gapiradi. Uzr. Yana qani bildingizmi? Latif yirik olganmi? Nasib qilamiz. To'plam. Короче, to'xtang. Menga bitta savolga. Yo'q. Nechinchi yil? 2020 nechi? 2 yil. 2026. Ha, xo'sh. 2 yil birga, tipa, mana shunaqa aqlchilikda yuramiz, to'g'rimi? Jasurga o'xshab. Ya, astag'firullah. Do'stlik, qalin do'stlikka o'xshab. Abu va Timurga o'xshab. Yes. 2 yil ichida, mana 2028-yil 8-fevralda qanaqa mashina ola olasiz o'zingizga? Nasib qilsa eng yaxshisini, o'sha paytdagi eng zo'ri. Nima mashina misol uchun? Lamborghini urus olamiz, Fayaz akam kelamiz. Serios? Az orqada o'tir, sen qimmatda nima Cadillac? Bagajida ketasiz. Hozir sabr qilib turgin. Lamborghinidan sal qimmatda, urus endi baribir. Ha, urus olamiz. Urus olasiz. Xudo xolasa men BYD Han yoki chempion olaman. O'shani ko'rishamiz, mana istoriya qo'yamiz. Bo'ldi. BYDning salonini ochamiz aka. Xudo xolasa. Aziz mana Unaqa proyektlarni yo'qoting.
O'zim olib beraman demadingizda. Men ko'p yozishim, uni direktman to'lib ketgan unaqa narsalarga. Uni mayli, men misol uchun odamlarning ba'zilari biladi, ba'zilari bilmaydi. Meni endi sal finansiy sotsam ham normallik, bunday oddiy odamga qaraganda. Sizniki ham o'ziga yarasha, deylik. Siznikidan yaxshi. Ha, turing. Eshiting? Mana Fayoz akaniki o'ziga yarasha, mana Fayoz akaniki. Sunnatniki, mana jigarniki, men kamera orqasidan soqol ko'tarib yuradilar. Azizni bilasizlar, finansiy qanaqa sotsam. Aziz mana bilishingiz uchun men puli yo'q emas, pul yo'q. Nesh pul kerak, jigar? Nesh pul kerak? Cho'mchagimda borini beraman. Az bir tiyin ishlatmaydi ko'chada. Mana men qayerga borsam, biz qayerga borsak, o'sha yerga boradi. Nima yesa o'shani yeydi, bo'ldi. Chunki qanaqa biz nima qilib yursak birga pul ishlatmaydi umuman. Azizni lichkasiga bittasi 14 million berib turing, kontrakt. 14 million berib kontraktni to'lab oling, 1 yil ichida qaytaraman deb yozib. Aziz eng qizig'i uni ikkilanib o'qiyapti. Beraymi, yo'qmi deb o'qiyapti. Bir kunlik kurs bo'lib ketyapti bu. Bol. Уже 10 ta savol bo'ldi. Hozir. Bula shart yo'q dedi. Shart yo'q. Hozir. Xullas, Seryozni. endi biz konkret deb his qilamiz. Nima chiqadi endi ichidan buni? Yo'q, tursin. Basharamni to'smayaptimi? Crossman. Agar sizlarga sifatli o'tolik. Mana mana shunday qilib qo'yingizga. Agar Yo'q. Nimadan qo'yib qo'yganman bu. agar sizlarga sifatli oyoq kiyimlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Crossman. Xudo xolisa mana Timurlar bilan birga boramiz. Agar sizlar xarid qilsanglar, Timur vaqti bo'lsa, mana turibdi. O'zi ham boramiz deb, aka boraman, mana boraman, aytavering-da. Syomka qilishimizdan oldin. Shuning uchun agar kачественный oyoq kiyimlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana hozir korobka dokumentli mana oyoq kiyimlarimiz bor. Xudo xolasa, hozir syomkadan chiqib ham Timur bilan berishga boramiz. Kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p. Xo'p. Endi odamlar zerikib qolmasin degan. Reklama pauza. Zo'r. Hech bo'lmasa shu manfaatli bo'lsin davom. Qancha shu sifatli bo'lsin. Kuldilar, tiqdilar. Mayli. Yop turaylik, bezbetli bo'lyapti. Yo, turursan. Yo'q, biz hater emasmiz. Jigar oyog'ingiz necha razmer? 42. 42 mi? Bermaymiz bari. Ber bo'lgansiz-da, jigar. Siqilyapman, video qo'ymay turing deyapsiz. O'zi mana shuni aynan shunaqa edi. Qizim tashab ketdi meni, siqilyapman, o'shaning uchun Madi bilan moslab video qo'ymay turing deyapsiz. O'zi это нормально, bu hechga kirmaydi. Hechga kirmaydi. Yo'q. Ha, sizlarni ko'rib, dotni mana men yanada siqilib qolaman. Siqilyapman. O'sha qiynalyapman, qo'ymay turinglar, uni havas qildirmay turinglar degan ma'no bor. Madi bilan o'zimda bu. Yaxshi? Yaxshimi? Yaxshi ko'rasizmi? Aytmaysizmi? Kerak ekan, savol. Qulog'imga yeting. Hey aka. Hazırlaştı indaman buni. Yo, men mana savol bo'lsa ham javob beraman. Yaxshi ko'rasizmi Madini? Bilmayman endi u kimni tushunchasi, meni qarashim bu mavzuda ancha boshqacharoq bo'lganligi uchun bilmadim. Men o'zi nimaga odamlarni qiynaysiz-da? Yo'q, nima deb? Zo'r kontentlar qilasiz Madini. Men bilan ham shunaqa qiling. Men bundan qizil fonda o'tirib olib, siz tashqariga chiqib turib, do'stlik haqida nimadir deng. Mana yuzim, fesim chiqib ketib qolar rekka. Jigar, aziz keling jigar. Keling turib olar ekanlar ular. Keling bo'ldi mana. Aka charchaganman unaqa yemasa kula olmayman-da. Majburiyatimni hozir mana qilayotir. Xo'p. Siz ham rozimisiz chiqib jigarim? Men roziman. Men roziman. Sunnat keyin videoni o'chirib tashlaymiz o'rta. Yozmayapsizmi? So'yda ko'rdingizmi? Madini ko'proq sevasizmi yoki Azizni deb yozishdi? Hop. Yo, Madi. Aziz.
Madini sevar ekanmi? Nima variant? Azizni sevaymi? Yo'q, do'stlik taraflama. Do'stlik taraflama bo'lsa aziz. O'zi yaqin do'stingiz kim? Yo'q, yaqin do'st. Noto'g'ri javob, ma'ni edi. Sevish mavzusidami? Hozir to'xtang, kimdir yozib qol. Az yozibdi. Boya furani chin nomer yozib Boshqa aziz bu. mana shuni tashlab yubor. Mana jiyanlarim ko'rdingizmi? Opam bolalar. Mana bizlarni uy mana. Siz qaramayapsiz, jiyanlaring befarqsiz. Ha, ko'rdim jiyaningizni. Vaqti shirin ekan. Bizlarni uy mana bu. O'rtadagini bo'g'ib o'ldirib qo'yadigan. Yo'q, mana bu divan. Divan bo'ladi, divan. Divan. Mana dekor. Qimmat. Devoringlarmi? Ha, qimmatini qo'ygan. Patolog ekan, qimmatini qo'ygan. Voy, patolog, jiyaningiz o'sha deb turibman. Patologmi bu? Qaysi? Ha, bo'ldi, mana ikkita jiyan, o'rtadagi siz. Ha, yo'q. Men devorda patolog, Patologga aytdim, ko'rdinglarmi? Aldayaptir. Abmanka qilyaptilar, deysizlarmi mana? Ko'rdinglarmi? Abmanka qilyaptilar, mana. Abmanka qilyaptilar, mana. Aka, mardikorlik ish bor, ishlaysizmi deyapsiz? Mehnat-ku. Ha, ajratib. Ishlaysizmi mardikorligi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, agar hayot majbur qilib qolmasin, avvalo majbur qilib qolsa ishlayman. Yo'q, o'zi mardikorlik. Men uni irkanmayman u ishdan. Hozir yaxshi topib turgan paqanda mardikorlik qilmayman-ku. Bo'pti, kiyim berib turing, dollar. Yo'q, unaqa pulim. Pulim. $1000. Keyingi oylarga bo'lib qoladi. Bormi o'zi? Hozirmi? Yo'q, bormi sizda o'zi? Nima bu? Nima u? Bor. Sizni itim ko'rgisi kelyapti, lakasi tashlaying. Sizni itim ko'rgisi kelyapti, lakasi tashlaying tagidan yoshdi. Iti qaymoq rang ko'bilti kelyapti oldida. Ana, militsiyadan qochgan. Yo'q, men gapim kulguliroq edi. Ha, to'g'ri. O'zi faqat men savol beraman, javob beraman. Javob bering. Lakasi tashlab bersinmi? Ha, kezin. Kesinmi borasizmi? Lakasi tashlab yuboring tagidan deyapti. Men lakasi tashlab men boramanmi? Esimdan chiqib qoldi, zo'r gap bor edi bor. Mana qattimlari kelyapti, mana qattimlari kelyapti. Nabiy Kamron Nabiy demagan ekan. Napap dedi. Mayli. Nabiy, siz ne o'qiyapsiz? Qaratmang. Nabiy Kamron ketgani alam qilsin deyapti. O'zi, yo'q, mana hozir behazil, misol uchun ko'pchilikdan nima kechasi olmamizda syomkani mana soat ham 10 bo'ldi, 10 dan oshdi mana. O'zi Nabiy bilan Kamron ketgani, ya'ni bitta ikkita bolalar ketganini siz depressiya solib qo'ymadimi? Solib qo'ygan. Qancha bo'ldi u? Vaqtda qancha depressiyada bo'lganimni aytdimmi? Bilmayman, ko'p bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Yo'q, 2-3 oy. Yo'q, ko'p. Sen bilganing 1 oy bo'lsa kerak. Balkim 3-4 oydan ham ko'pdir. Ular qanaqa? Unga ham men to'g'ri tushuntirib ketay. Mani misol uchun meni yonimda ular turgan takoy men foydalanish ma'nosida emas. Misol uchun 1-2 soat aytib o'tiring, men gapira olay. Ili ulardan Ha, eshityapman. Bu to'g'ri o'tiring. Abdualiyev 01 to'g'ri o'tiring. Ular ketib qolganda men короче ishonib qolganligim uchun misol uchun bo'lishi mumkin-da, odam o'rtasida bo'ladi, do'st o'rtasida bo'ladi, ikkita do'st o'rtasida bo'ladigan ishonch. O'sha narsa uchun depressiya bo'lgan. Lekin men komanda nima bo'lib ketadi, men ertaga ishim o'xshamay qoladi degan narsalar bo'lmagan. U uchun siqilmaganman, boshqa narsa uchun. Oldingizda kim turgan o'sha depressiyada bo'lganingizda? O'zim turganman. Sunnat 100%. Olmayapti umiding? Men turdim-ku oldingizda. Siz 2 oydan keyinmi kelgansiz-ku jo'ya? Sunnat o'chirib qo'ygansan-a? Bo'ldi. Seryozni. Ketyaptimi o'zi? Olinyaptimi? Yo'q. Siz bor-ku mana. O'chiqmi? Yomon gap gapirish. O'tiring. Aka, anaqa Timur, родной. Siz mana buni o'qidik. Aka sizga qurbaqa bo'lish yarashar ekan deymish. Qurbaqa bo'lganman. Az getirgan menimcha. Anaqa bor edi-ku. Partoluvmi deydi? Partoluvdik-ku, qurbaqa bo'lib keldi. Qayerda?
Qurbaqa bo'lib kelmaganman. Ana nimada olganmiz-ku, hayton mold ichida maymun bo'lgansan-ku, yugurib kelgansan, o'shanga yozgan. Ko'rganman kommentariyani chunki. Ko'rganmisizmi? O'zim ham ko'rganman. Isboti bormi? U meni profilimda emas, ko'pchilik yozilgan. Zo'ri bor. Ko'pchilikning a'zosisiz-ku, to'g'rimi? Ha. Bo'ldi. Tishingizni mix qoqqanmisiz yoshitdi? Shimdami? Yo. Qanaqasiga mix qilgan? Yo'q. U ko'rsatib beradi. Yo, bu oldindan yoshligimdan lekin ancha to'g'ri bo'lgani tishimmi. Oldindan ham battar edi kichkinaligimda. Kichkinaligimda bun bilan oho, mashinalarni evakuatorga ortardik. Tishimga ulab, alqonni yog'ini mashinaga tortardik. Tepada stomatologiya bor, gematologiya. Askramizmi bu? Zo'r-ku, butun ko'pchilik brend tishimiz. Mavsi ko'pchilik yoz qo'yasiz. Dillar itaraman hozir. Primer Tugasin notilar. Ya. Abu zo'r. Takoy nima, yaxshi ko'chadada kamerani yoniga kirib olgandan keyin Santa paxta yo'q ekanda ham so'q qo'ymoqchi. Ne paxta qo'yasiz? Pulim yo'q-ku. paxta yaxshi odamsiz просто. Jigar men paxtaga hech qachon esimga qo'ymaganman. $1000 siz turibdi. Xo'p, keyingisi. Foiz qilib 40% chiqarib beraman. Astagfirullah, yaqinda Ramazon kelyapti. Hozir Ramazondan o'sib qo'laverasiz. Qaytdan keladi. Ko'chada ko'rsam meni ko'rmaganlikka oling yosh. Yaxshi, gracias. Endi ko'chada ko'rsam, ko'rsangizlar ko'rmaganlikka oling. Taniydimi sizni? Kim biladi sizni? Sen kim? Sana operator sana. Alam xatga bormagansan. Sen kim, men kim? Ko'chada ko'rsam meni ko'rmaganlikka oling. Ha, qanday? Sen taniyman-ku. Qanday ko'rsam, qaniganlik. Sen ham endi blogersan endi. Sham savolmi? Yo'q. Endi hozir nechta qoldi savol? Yana krossovkasi chiqadi. Ikkita dona qoldi. Jamoadan sizga videolar bor. Qilganmisan? Yo'q. Kamchiligingiz nimada deb o'ylaysiz? Manami? Bilmayman, hozir noo'rin narsalarni gapiryapti. Noo'rin kamchilikni ko'rsatasiz. Hozir men Kamchiligingiz nimada deb o'ylaysiz? hozir noo'rin kamchilik bersan, semizsiz deydi. Noo'rin. Qarang, Ko'p ovqat yeysiz. notebook ishlamayapti-da, shunga qarab turib montajda qo'yib olamiz. Xo'p, shu videolarni. Xo'pmi? Xo'p, Timur yomon tarafini aytish kerak ekan, no yomon tarafi men bor deb o'ylamayman unaqa. Agar prям aytish kerak bo'lsa, nima? Bir ikki momentlarda tushunmay qolishim, biroz tushunmay qolishim isbot bo'ldi. Temurning yomon taraflaridan bittasi juda ham dangasaligi. Bo'ldi, boshqa yomon tarafi yo'q menimcha. Timur yomon tarafi o'zi bilmagan holda qattiq hazar qilib qo'yishi. Nimaga jamoaviy voy ba. Nimaga jamoangiz sizni shunaqa deyishyapti, kamchiligingizni aytishyapti? Yo'q video-ku. Bor video. Montajda qo'yapsiz. Mayli. Ana joyini kesasiz jigar. Bildik, mashina hayda olmas ekansiz. Hech bo'lmasa pultli mashinani-chi deyapsiz. Mashina haydaganim chiqatga qo'yaman. Qizib ketdi bor-ku. Sizga mana bunaqada. Anaqasi bormi deyman, antifriz nima edi? Abagrefi bormi deyman, Antifriz. Mashinani kim tushunmayapti bitta hozir? Siz endi bu savol aniq yozilmagan, chunki men mashina haydaganimni qo'ymaganman postga. Yo'q-a? Ha, qaydan oldingiz? Men videolardan olganman hammasini. Qayerdan oldingiz? Ko'chada ko'rsam, Azizlarni bunaqa o'ynagan videosini kommentariyasiga yozgan bo'lsa kerak. Rostdan, Mana o'rningizda svet o'chib qoldi jigar. Alishtirish kerak. Teaser tarishingiz kerak. Yoraman. Zo'rlan, qarang, shunaqa materiallar chiqdi hozir. Ana itam hamma ham qiziqmaydigan odam ham ko'radigan narsa. Yaxshi narsa o'ylanmanmi? Вообще chet. Assalomu alaykum. Kimga telefon siznikimi? Yangi telefoningizmi? Oxirgisi 20-chi hit. Biz yaxshilarni shu hitdan bu yaxshilanganida bu. Oxirisi Temirni kilosi nechi pul bo'lyapti? Sen kulguliroqni yozsangiz bo'lmasmi jigar? Endi oxirlariga. O'zingiz ham kulgingiz kelmadi-ku, ko'rdingiz. Charchadingiz-da. Endi 19 sa qilib qo'yilmabdi savol. Bunaqa yozadigan negativlar borki, unaqa hazillar kuladi-da. Onangni, buyingni. Ne kulmayapsiz?
Chunki bunaqa hazillar kulmaydi, saviyali hazil. Saviyali. Yoningiz oldida. Tupizm quroli hisoblanadi. Nimaga men gapirsa hazillashyapman-ku. Mana bunaqada gapiring. Men azizman-da, siz gapiring, bitta nito gap gapiring. Hali endi aziz tushunadi-da, ana o'rinli hazillarni, takoy saviyali hazillarni tushunadi aziz. O'shanga qarab kuladi yo kulmaydi-da. O'sha bilavering qaysi tarafdan to'g'ri hazil bo'layotganini. To'rtta поддержкада endi. Tugadimi? Meniki emas-da bu. Iloyim sinsin. Qo'ying. Yo'qmi? Maykangiz oq ekan, ha? Nima mayga kutuvding? Ham pushti mayga kutuvmiding? Jasur bo'lsa Jasminniki. Voy, nima qo'ydi? Bu odam tugatmoqchi emas, voy. Kafanlar to'shadi. Real abun o'zimdan urushgacha olib bormoqchi yo'q. Shunday deb o'ylayapman. Xullas, avvalgi kiruvdingilari. Behisob shukur. Xudo xolasa, mana ko'rdinglar, xeytlashma ko'rsatuvimizning birinchi son ishtirokchisi bo'ldi. Ko'rsatuvda bo'lgan hazil huzurlarga bir-birimizga rozimiz, qo'llar ham qo'yilgan. Ko'rdinglar, menimcha qiziq bo'ldi, zo'r joylar bo'ldi. Mana men o'zi mana bunaqa narsada jiga. Bo'ldi, obrazdan chiqing endi. Ana, abu bo'ling bo'ldi. Men o'ylayapman, men o'zi Instagramga yarim yildan beri narsa qo'yaman-da. Mana har kuni qo'yaman-da bu. Yarim yildan beri narsa qo'yaman-da. O'sha odam nima uchadi, nima uchmaydi bilib qolar ekan. Men uni uchadi deb o'ylayapman. Uydinglar ko'radi buni. O'shada kini ko'rayotgan bo'lsangiz, Yo, oyi chiroyli ekan. Chiroyli ekanlar o'zi bo'ladim. Rasmga olib qo'yinglar. Короче, normalniy xayrlashaveraymi, bo'ldimi? Keting, o'zim xayrlashaman, bo'ldi, keting. To'stimmi? Turing. Xullas, avvalgi kiruvdinglar ko'rdinglar, xeytrlashma birinchi sonni tugatdik. Xudo xolasa, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, shunchaki like bosib obuna bo'lishni unutmang. Aziz, sol, Fayoz aka soling. Fayzullo, sunnat sol. Rahmat, bo'ldi. Tugatamiz, bo'ldi.